Qonunchilik palatasida O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi fraksiyasi Adliya vazirligi hamkorligida sud huquq tizimining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan davra suhbatini o'tkazdi. Muhokama etilgan masalalar xususida muxbirimiz Farhod To'rayev mulohaza yuritadi. Mamlakatimizda sud huquq sohasini liberallashtirish, tizimning inson huquq va erkinliklarini ishonchli tarzda himoya qilishni ta'minlaydigan samarali mexanizmini yaratish borasidagi islohotlar izchil olib borilmoqda. Davra suhbatda qayd etilgandek, yurtimizda sud huquq tizimini erkinlashtirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar O'zbekiston tanlagan demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lidan qat'iyat bilan borayotganidan dalolatdir. Adolat sotsial demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari va tegishli idoralar mutaxassislari tomonidan mamlakatimiz huquqni muhofaza qiluvchi organlari faoliyatini yanada takomillashtirish, bu jarayonda qabul qilinayotgan qonun va me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni mukammal amalga oshirishga alohida urg'u berildi. E'tirof etilgandek, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan birgina 2001-yilning o'zida jinoyat protsessual ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishi natijasida 87 ta jinoyat tarkibi bo'yicha jazo sanksiyalari yengillashtirildi. Shuningdek, yarashuv instituti amaliyotga kiritildi. Bunday liberallashuv hozirga qadar davom ettirilmoqda. Masalalar yuzasidan o'zaro fikr mulohazalar almashilib, fraksiyaning nuqtai nazari belgilab olindi.